alaykum, hurmatli mahalladoshlar, yig'ilish qatnashchilari. Ushbu yilning eng muhim tadbirlaridan biri bo'lgan mahalla fuqarolar yig'ini raisi saylovida siz mahalladoshlarim menga ishonch bildirib, meni nomzodimni tavsiya qilgan ekansizlar. Men bundan juda ham xursandman, minnatdorman barchalardan. Men uchun bu sharaf o'z navbatida juda katta mas'uliyatlardan biri hisoblanadi. Agarda ushbu lavozimga saylansam, shu mahallada bo'ladigan barcha chora-tadbirlarni, misol uchun mana aholini ichimlik suvi, gaz, elektr energiyasi bilan muntazam va to'liq ta'minlashni, mahallada bo'layotgan shu oilalarni turmush sharoitini yaxshilashni amalga oshirishga harakat qilaman. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Assalomu alaykum, hurmatli mahalla faollari. Avvalambor xush kelibsizlar bugungi siyosiy jarayonga. Men Ergash va Sayyora Sultonbekimdan 2005-yildan 2022-yilgacha mahalla fuqarolar yig'ini mas'ul kotib vazifasida faoliyat olib bordim. Men avval ushbu tizimda ishlagan paytlarimda mahallada o'z obro' e'tiboriga ega insonlar bilan ishlardim. Ulardan ancha tajriba oldim deb o'ylayman. Va biz ish faoliyatimizni boshlagan paytimda men mahallada 4 nafar ishchi ish olib borardi. U paytda mahalladagi ancha muammolar yechim topishi qiyin edi. Hozir mana hurmatli prezidentimizni mahallaga qaratayotgan e'tibori bilan mahallada 7lik tashkil etildi. Bu 7lik har biri o'ziga tegishli bo'lgan vazifani sidqidildan bajarib kelishmoqda. Yana shuni yangi prezidentimizni tashabbusi bilan hozirgi paytda mahalliy soliqdan tushgan soliq pulidan 10% mahalla jamg'armasiga tushadigan bo'ldi. Bu jamg'armaga yig'ilgan pulni mahallani infratuzilmasini yaxshilashga sarflash uchun ochiq yo'l berdi bizga prezidentimiz. Va yana mahallada har bir qilinadigan ishni open byudjet orqali hal qilinadigan bo'lib qoldi. Mana xabaringlar bor, Beshkaltak aholisi o'tgan yili mahallani ahilligi, birdamligi va saxovatpesha insonlarning saxovatligi orqali open byudjetda 3 kilometr 700 metr asfalt yutib olib, ko'chalarimiz tekis asfalt bo'ldi. Endi qolgan qismini ham asfalt qilish uchun bunga eng avvalo mana shu yerda o'tirgan mahalla faollari faollikda, ahillikda, birdamlikda harakat qilinsa, bu ishlar amalga oshadi. Buning uchun hamma shu mahallani 7ligiga yonlashib, yapishib, xalq birdam bo'lsa, gina bu ishlar albatta amalga oshadi. Xudo xolasa mana qishlog'imiz juda eskidan ahal inoq bo'lib kelgan Norxota qishlog'i deb hamma yoqqa tanilgan. Buni bu yog'iga ham shu 2 mahalla bir bo'lib Norxota qishlog'i, Norxota mahallasi tumanda eng oldi mahallalar qatoriga chiqadi degan umiddaman. Va agar mana shu lavozimga saylanib qolsam, eng avvalambor mahalladagi infratuzilmani yaxshilashga, bu infratuzilmaga shu yo'l, asfalt, suv, gaz, elektr muammolar kiradi va yana mahallani obodligi yo'lida ish olib boraman. Faqat buning uchun mana shu xalqning yordami va saxovatpesha insonlarning saxovati bizga juda zarur deb o'ylayman. Va hammalarga rahmat, xush kelibsizlar, sog' bo'linglar. Va Beshkaltak ahli, meni nomzodimni ishonch bilan raislikka tavsiya qilganinglar uchun kattakon rahmat. Agar MFA rais bo'lib saylanib qolsam, sizlarga oldindan rahmat aytaman. Norxota va Beshkaltak aholisi katta yoshdagi tajribali insonlar bilan maslahatlashgan holda ish olib boraman degan niyatdamiz.
shu jumladan quyidagi ishlarni amalga oshiramiz. Mahallamizdagi suv bashniyi Beshkaltay xabari bor. Nihoyatda bemaza, talabga javob bermaydi. SESdan, Andijondan, Qo'rg'ondan odam chaqirtirdik, talabga javob bermadi. SES kelib, umuman suvimiz noloyiq deb ketdi. Shuni birinchi masala qilib qo'ydim. Shu suvimizni o'zgartiramiz degan umiddaman. Mahallamizda suyultirilgan gaz ballonlarimiz 3 oy, 4 oyda almashtiriladi. Shuni tashkilot bilan va aholi bilan kelishgan holatda birgalikda shu gaz ballonlarni ham vaqtida iloji boricha 1 oyda yoki bo'lmasa 1,5 oyda almashtirishga harakat qilaman. Ko'chalarimizda eski stalbalarimiz bor. Shu stalbalarimizni yangilayman degan umiddaman. Shuni niyat qilib qo'ydik oldimizga. Mahallamizda ichki asfaltlar. Shu ichki asfaltlar ish boshlangan. Yarimi qoldi. Beshkaltayniki ham, Norvotaniki umuman bo'lmadi. Shuni xalqimiz bilan birgalikda open byudjetni yutgan holatda shuni oxirgisiga yetkazaman degan umiddaman. Oilasi notinch bo'lgan yoshlar, qudalar o'rtasida munosabatlari, shularni o'rtasiga tiklash, oilani tiklash, qudalarni o'rtasidagi har xil muammolarni bartaraf etadigan umiddaman. Qishlog'imizdagi kam ta'minlangan oilalar va nogiron oilalar bilan alohida ishlayman. Mahallamizdagi har bir xonadon bilan, har bir fuqaro bilan alohida yaqindan suhbatlashaman. Agar sizlarda biror bir taklif bo'ladigan bo'lsa, o'zinglar yana qo'shimcha qilasizlar degan umiddaman. Rahmat, xush kelibsizlar.